Hürmetli vatandaşlık şiirlerimiz tügüdü, endi vaziyet doğrusudur muhakeme. Başta görüp öttük. Bugün çislağ 2022 yıl 3. ayının 27. günü başta görüp öttük. Bayağı nime dedik vatandaşlara vaziyetini yani bir göstü viteyli, oku viteyli, sizlerge tapşıraylı, kısa haber. Prezident Joe Biden, Polşa prezidenti bilen görüştü. Vladimir Putin davamlı hukuk yürgüsü bulmaydı. Demek hakimiyet beşi turusu bulmaydı. Siyasi hakimiyet yani Vladimir Putin'in siyasi hakimiyeti bolsa Rusya'da bu bulmaydı. Ben başta ettim ki birinci katım uruş cinayetçisi. İkinci katım tünügün Polşa'da yani dedi ki uruş cinayetçisi endikilip Vladimir Putin'in siyasi hakimiyette turuşuğa, hukuk yürgüzüşüge, yani uçuk aytkanda Prezident Vladimir Putin prezidentliğindeki hükümetinin, memuriyetinin, yani hükümet kabinetinin Rusya'da turuş hukuku yok. Turuş salayeti yok. Neme deyimiz vatandaş bunu olay şehrin desem, tazı toy yemeydiğindek turdu ya vatandaşım ey. Acayip bu. Tünügün ben söz digendim çalıp çok. Rusya'nın tahlil kıygan edim. Endazımında tahlil kılıp bakaydı. Hakimiyet beşi turuş salayeti yok. Demek bunun deyin Prezident Vladimir Putin'in her kandak ikinci bir devlet başlığı bilen. Ya üzügü çomakçılık kılırgan cüngünü hesap kalmaganda her kandak bir ikinci devlet başlığı bilen görüşe salayeti yok. Yakından bir oturuğa çıkan gepler onun da mihbadı bildirgen edi Prezident Joe Biden. 20 devlet guruhu için turuş gerek mi? Prezident Joe Biden dedi ki salayeti yok. Lekin turuş tuğmasını başka devletler, yani 20 devlet guruhuga a'zo devletler özleri belgilişi gerek. Onu da meketti degen gep. Endi hazır hakimiyet beşi turalmaydı. Demek Amerika birinci bulup bu gepni ağızdan çıkarganda Rusya halkıga qandaq ta'sir qiladi. Hazır yani şu mustabitlar guruhi şula agar hükümet teşkilleşke Rusya to'g'ri kelsa, yani şu mustabitlar guruhidan chiqandu yoki xalqning o'zining tanlab elishiga yo'l qo'yamdi. Buning o'zi bir gap ekan vatandosh. Buning o'zi bir gap ekan. Endi biroq Rossiyada chiqadigini butunlay Prezident Vladimir Putinni butunlay uning siyosatini 20 yildan beri siyosati butun inkor qila oladigan. Hatto Arliqda Rossiyaga Ukrainaga tajovuz qilib kirgan vaqtida bu kishi tanqid qilmagan hech kim qolmadi. Marks mi bor, Lenin mi bor, Stalin mi bor, hammani Gorbachevni eg'izga olmadi. Sebebi nima bunu tushungin olmaydi. Hammani tanqid qildi. Tanqidlash usulidan men sal bezor bo'ldim. Sebebi nima desangiz, bundaq tanqidlash junguliqning qo'lidan keladi, junguliqqa berish kerak. Siz nima bo'lsangiz Prezident Vladimir Putin Yevropa odami. Din g'ishinisiz. Yevropadan bo'lishning eng negizlik asosi din g'ishinisiz. Din g'ishangan millati citizen bo'ladi, ya'ni go'zallik tuyg'usi bo'ladi. Din g'ishangan millati odamgarchilik, insonparvarlik bo'ladi. Din g'ishangan millati jamiyat va jamiyat axloqi bo'ladi deyman Prezident Vladimir Putin. Sizning Lenin, Stalinlarni aybligan vaqt degan bir og'iz gapingiz bor. Nima gap? Lenin bilan Stalin nima millatlar o'z taqdirini belgilash, nima millatlar mustaqil bo'laman desa chiqib ketish, qo'shilib ketaman desa qarshilish degandek mushundoq gaplarni paydo qildi. Dal shu kishilar bugungi Ukraina mustaqilligi va yana boshqa mustaqilligining asosini yaratgan kishilardir. Stalin bilan Leninni tanqid qildi. Agar şu vaqtda Lenin bilan Stalin bugungi millatlarning bo'linib chiqishiga sizning deganingizdek asos yaratgan bo'lsa, agar şu Lenin bilan Stalin sizning deganingizdek Vladimir Putin efendi bugungi Ukraina mustaqilligini paydo qilgan, bugungi Ukraina Rossiya dushmanligini paydo qilgan bo'lsa, demak muayyan nuqtadan aytganda Stalin bilan Lenin to'g'ri qildi.
Çünkü ulanın doğru qiyğayır bir hakikat reallik. Ma Ukrayn bu men Rus emas. Men Rus bu Ukrayn. Ma Moldaviya. Ma Gruziya. Ma Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan bula Orus emas. Nimişki Rusya'nın hükümranlığı asıl yaşaydıken diyen bolsa, şu Stalin bilen Lenin, şun doğru değil Vladimir Putin, siz hazır müstabitlikti inkar şeklinde, yaki millet itiraf kılmayı inkar kılış şeklinde Avrupalık bulalmaya kaldınız. Sizin Asyalık dostunuz cüngoluk mu sizge yetişemedi bu işte Vladimir Putin efendi? Şundak mı ya? Sizin bu hata, nazariyeleriniz hata. Endi hazır keldik mana bire chet devlet rahbarı bilen görüşüş salayetiniz yok. Amerika ve Amerika başçılığındaki garp devletleriyle bir üstelde bir sorunda oturup sohbetleşiş de objektif buluştan ibaret bu daimi devletle aramızda sıkıntı uçrap durduğun daimi adet katarda kaldınız. Bu salayet mi yok? Demek endi taxtdan düşmekten başka, hakimiyetni topshirishdan başka hech qanday yo'l qolmadi. Hech qanday yo'l qolmadi. Biz azaldan boshdan tortib Rossiya, bu Yevropa davlati, Yevropa millati, Rus millati, bilimlik millat, adabiyot millati, estetizm, güzellik millati, yaratquchi millat. Mushu millatning odamiga prezident Vladimir Putin Uyg'uriston to'g'risida bir nima deydi bilan yashab keldik demedingiz. Ham bugungi taqdiringizni balki Alloh belgiladi, belgilangan taqdirda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden ijro qildi. Joe Biden ijro qildi. Şuna men bugün bir şey to'xtab qolay. Endi bunun davomini mana anaqyapman. Bundan burun endi vaziyatni ko'rish odamlarda bir xil sezgurlik bo'ladi-ku. Bundan burun Li Feng deydigan bir Xitoy obzorchi bor, sizlar bilasizlar, men tanishtirib kelyapman. U nima deb yozdi? Zo'r ofat yetib kelmoqda. Bir necha million jungolikning hayoti xatarlik. Xi Jinping balkim Prezident Vladimir Putin'den burunroq ketib kelishi mumkin. Li Peng yutup 25. kuni. Bu adam demakchi siyoset nuqtai nazaridan kuzatayotgani yo'q. Hozir virus Shanxay va boshqa joylarda, hatto Shinjinda 23 kun qamalib qolib, bir vaqt tamoq yemay o'lib ketgan Xitoylar bor. Kesel sebebinden qamalib qolib. Hozir kesel degan narsani Xitoy boshqa metodda ishlatyapti. Chunki jahondagi vaziyatning jirikligi va sezgurligi, Jongodagi vaziyatning jirikligi va sezgurligi Kompartiyani aldiritib qo'ydi. Shuni oshkor o'ttirib chiqib o'z xalqini bostiraman demay, virus yuqumlish bu degan bilan hozir Xitoy fuqarolarini holsiratdi. Li Peng'ni ko'z tutishqini sen bu shundaqlik qilaveradigan bo'lsang, hozir bir necha million jungolik o'lim girdoviga yaqinlab keldi deydi. Shuni sen Prezident Vladimir Putin'den burunroq ketishing mumkin. Hakimiyet beshidan demakchi, rahbarlik o'rnidan demakchi. Buni Li Peng shuni. Ammo buni qo'yib turaylik, Li Peng'ni Prezident Joe Biden'dan degan gap yozsangiz bo'lsin. Bugun ulga tamadan buni Xudo xolisi kechacha Alloh hammamizni salomat qilsin vatandoshlar. Kechacha tayyorlab sizlarga yetkazaman.